Aziz futbol ishqibozlari, biz hali ham Melburn stadioni atrofidamiz. Muxlislarimizni tark etganimiz yo'q, chunki bizning diqqatimizni o'ziga tortgan narsa mana shu to'xtovsiz ravishda mana shu rus tilida udarniy deydi. Nima deymiz buni o'zbek tilida? Baraballar chalib O'zbekistonlik muxlislar garchi do'mbiralar 100 ta, 200 ta odam bo'lsa ham kayfiyatlar yaxshi. Bularning hammasini Adelayddan kelgansiz. Ha, shu. Hammasi. Kim chaladi bularni? Hammasi chaladi. Hammasi chaladi. Ha, bu hech kim bilmaydi. O'zbekistonning muxlislari hammasi. Haftadan ko'rinib turibdi, juda ham yurt sog'ingansizlar. O'zbekiston terma jamoasini har holda bu yerda yurib, g'alabalarga juda ham ishtiyoq. Yigitlarga oxirigacha ishonamiz. Sal boyirib qo'ysa u demasdan terma jamoani oxirigacha albatta. Albatta, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bayroqlarimiz ham xilpirab, xudo xohlasa men o'ylayman, bugun 90 daqiqa mobaynida xilpirab, yaxshi kayfiyat bilan bugun maydonni tark etamiz degan umiddamiz. Mana yana bir marta ko'rsatib bitta top qo'yadi, mana bolalar ham bitta top qo'ysa, bitta chalvoraylik endi. Hali ha. Saytimizga inoqlashmang, Asad Sharipov.uz sayti uchun maxsus.